Mana aziz do'stlar, xudo xolasa qorimiz ham boshlab oldi. Ko'rib turganingizdek, mana shu tomlar oqarishni boshladi, mana bu tomlar ham oqarishni boshladi. Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblasidan, ya'ni Namanganga chegara granitsa qismi. O'ta yaqin 10 kilometr Namanganga. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, birinchi qorim boshlab oldi xudo xolasa mana vodiyimizda. Ob-havoga baho berasizlar aziz do'stlar.